Poytaxtimizda mehnat faxriysi ko'krak nishonini tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur mukofot bilan mamlakatimiz taraqqiyoti, jamiyatimiz rivoji yo'lida faol mehnat qilgan, hozir ham jamoatchilik ishlarida namuna bo'layotgan nuroniylarimiz taqdirlandi. E'zoz, ehtirom va e'tirof tantanasi. Yosh avlodning haqiqiy duogo'ylari. Ko'pni ko'rgan nuroniylarimizga ko'rsatilgan hurmat va g'amxo'rlikning yorqin namunasi bu. Ha, bu jamiyatda keksalar hamisha ana shunday qadrlanadi. Prezidentimizning 2016-yil 28-dekabrdagi O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda 2017-yil 14-iyuldagi mehnat faxriysi ko'krak nishonini ta'sis etish to'g'risidagi qaror asosida har yili nuroniy jamg'armasi vasiylik kengashi tomonidan uzoq va samarali mehnat qilgan, el yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shgan yurtdoshlarimiz mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlanib kelinmoqda. Bu yil ham o'z faoliyati bilan el yurtimiz, jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'shayotgan yoshi ulug' vatandoshlarimizning katta guruhi mazkur ko'krak nishoniga sazovor bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz hamma ma'ruzalarda aytadilar. Ya'ni hayotni ko'rgan, tajribaga ega bo'lgan insonlarning jamiyatimizda faolligi juda ham zarur hozir. Bu chaqiriq hozir shunday deb aytadiki, keling yoshlarimizning tarbiyasi bilan birga shug'ullanaylik. Keling mana shu mamlakatning bo'yi bastini, nimaga qodirligini dunyoga birga ko'rsataylik. Jam bo'laylik, faol bo'laylik degan chaqiriq bu. Mana shu chaqiriqqa bugun qalbimda labbay deb javob berdim. Hayotimni qolgan vaqtini, soniyalarini mana shu davlatimizning, xalqimizning ertangi chiroyli kunlari uchun va butun dunyoda bugungi obodlikning, bugungi tinchlikning, bugungi yoshlarimiz erishayotgan yutuqlarning abadiy bo'lishi uchun hayotimni bag'ishlashga men qalbimdan rozi bo'ldim. Ular safida fan, ta'lim, adabiyot, san'at, sport, sog'liqni saqlash, huquq-tartibot, jurnalistika sohasi vakillari bor. Yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullanib kelgan olim sifatida bugungi kunda 30 dan ko'proq fan doktori va fan nomzodlariga ustozlik qilgan. Juda ham xursandmanki, qilingan mehnatga prezidentimiz tomonlaridan avvalo juda katta e'tibor bilan mehnat faxriysi degan ko'krak nishon bilan taqdirlandim. Bugundan e'tiboran kechaga nisbatan ancha katta mas'uliyat bilan qarashni talab qiladi. Mana shu xonadonda mehnat faxriysi hayot qiladi deganini o'zi ham maktab o'quvchilariga, kerak bo'lsa bog'chaga boradiganlarga, ota-onalarga, mahallalarga juda katta nishon deb bilaman. Bu yil nuroniy jamg'armasi tomonidan 1073 nafar mehnat faxriylarga ko'krak nishoni taqdim etildi. Shulardan 694 tasi birinchi darajali, 286 tasi ikkinchi darajali va 93 tasi uchinchi darajali ko'krak nishonlari. Borgan sari jamiyatimizda nuroniylarga bo'lgan e'tibor kundan kunga ortib bormoqda. 3,5 million mehnat faxriysi bor deyildi. Ular muntazam taqdirlanib kelyapti. Shularni qatorida bo'lganim uchun men o'zimni juda bir baxtli his qilyapman. Bizga hozir mukofot berishganiga minnatdorchiligimni bildiraman. Shu mukofotni ta'sislashda alohida e'tiborlarini bergan yurtboshimizga katta rahmatlar aytaman. Mukofot bu yanada shogirdlarim bilan ishlashga, yanada ko'proq ilm fan sohasi yutuqini qo'lga kiritishga rag'batlantiradi. Bu nafaqat meni o'zimni, balki meni qaramog'imdagi 3,5 mingdan oshiq Mudofaa vazirligi faxriylarini taqdirlanishi deb hisoblayman. Negaki Toshkent viloyatida 1000 dan oshiq maktab bo'lsa, har bitta maktabga bizani faxriylarimiz biriktirilgan. O'sha faxriylarimiz maktabga borib, o'zlarini faol ishtiroklari bilan yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, ulardan kelajakda fidoyi, vatanparvar inson yaratilishida mehnat qilib kelishyapti. Ota-bobolarimning duosini olgan bolalar har doim xalqiga, eliga, vataniga xizmat qiladigan inson bo'lib yetishadi. Zero davlatimiz rahbari aytganidek, keksalarni e'zozlash, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos fazilat. Nuroniylarni e'zozlagan kam bo'lmaydi.